Assalomu alaykum qizlar. Bu videoda Fability marketing plani bo'yicha dohodga chiqishni ko'rib chiqamiz. Mana bu tablitsa orqali ko'rsangiz bo'ladi. Mana birinchi kolonkada ball, necha ball bo'lganda necha protsentga chiqasiz va mana shuncha prosentingizga sizga tushadigan объемный skidka yoki oylik. Birinchisi 100 ballga 3% tovar обороты kompaniyasi sizga beradi 222 so'm. Boshida sizga ozga o'xshab tuyuladi. Fabilityda oz oylikda olish qiyin, lekin ko'p oylikda olish oson deb ko'pincha aytaman. Bu degani komanda qilganingizdan keyin sizga har 21 kunda вознаграждение yaxshi tushadi, faqat bunga boshida mehnat qilib qo'yish kerak bo'ladi. Biz misol uchun круглый summani mana 50 ball deb oladigan bo'lsak, misol uchun siz yozildingiz, maytasiz. Siz o'zingiz bitta katalog davomida 50 ball qildingiz 21 kunda ichida. Har bir produksiyani o'zini balli bor. Maksimalni harakat qilish kerak 50 ball qilishga, chunki 50 ball qilgan odam 26% skidka bilan tovar oladi-da. Undan oziga 20% skidka beradi. Misol uchun siz 50 ball qildingiz, keyingi katalog siz 26% skidka bilan tovar olasiz. O'sha keyingi katalog yana 50 ball qilsangiz, undan keyingiga yana 26 olasiz. Lekin 50 ball qilib turmasangiz, постоянно siz yana 20% ga tushib qolasiz. Misol uchun siz 50 ball qildingiz, shagoviy podarkalaringizni olyapsiz va oldingizga yana bitta tanishingizni chaqirdingiz. Bu qiz ham 50 ball qildi. Mana shu qizni siz chaqirdingiz, siz 50 ball, bu qizda 50 ball qo'shilib siz 100 ball 3% konsultant hisoblanasiz va kompaniya sizga 222 so'm вознаграждение berdi. Siz o'sha birinchi stupenkasiga chiqdingiz. Endi siz bitta odamni bas, yana ikkita odamni o'rgatib qo'ydingiz. Misol uchun ular ham 50 balldan qildi. Uchta pasingizda 50 ball qilgan, o'zingizga qo'shilib 200 ball bo'lganda групповой объемный siz o'sha konsultant va starshi konsultant bo'lasiz. Sizga 3% pas o'sha 6% tovar оборотni beradi, 888 so'm beradi. Endi siz yana konsultantlarni chaqirib turib, prosentni urovingizni ko'taraverganingiz sari, ballingizni ko'paytirsangiz prosentni urovin ko'tariladi, keyin unga qarab turib siz объемный skidkangiz ham ko'payadi. Misol uchun mana siz orqangizdan chaqirdingiz qizlarni, endi ularga ham aytasiz, kelinglar sizlar ham konsultant starshi konsultant bo'linglar, orqalaringdan tanishlaringni chaqiringlar deysiz. Demak, bular ham hammasi orqasidan misol uchun bittadan odam chaqirib, har biri konsultant bo'ldi. Mana pastdagi odamning balli bilan 100 ball, buniki ham 100 ball, buniki ham 100 ball, har biri 222 so'mdan 3% tovar оборотni olyapti. Lekin bularda orqasida odamlarda ham balli sizga ham hisoblanadi. Bu yerda ko'rsangiz mana 300, 350 ball, 350 ball siz 6% urovinda bo'lasiz, chunki 600 ballga yetmagan. Endi agar bular ham harakat qilib, yana ikkitadan odam chaqirib turib, bular ham starshi konsultant bo'ladigan bo'lsa, mana har biri o'zini вознаграждениесini oladi, starshi konsultantni вознаграждениесini oladi. Mana shunda общий hisoblab chiqsangiz, mana odamlarni ham hammasini balli bo'lib, demak har biri strukturada 200 balldan o'zingizga qo'shilib turib, o'shanda 650 ballga chiqsangiz, siz o'sha 9% konsultant hisoblanasiz. Mana shunday bo'lib turib, struktura kengayib ketadi-da. Misol uchun biz круглый summada 50 ball deb oldim. Ba'zi odamlar ozroq zakaz chiqarib 15 ball, 20 ball, 30 ball qilishi mumkin. Ba'zi odamlar ko'proq ball chiqarib o'zi 100 ball qilib qo'yishi mumkin. Buni bilmaymiz, lekin har birini balli kimi chaqirgan bo'lsangiz va o'sha chaqirgan odamingiz orqasidan kelgan konsultantlarga ham balli sizga keladi. Va ularga ham shunday, ular o'zi chaqirgan, ularni orqasidan konsultantlarni orqasidan kelgan har bir odamlarga ham balli o'zlariga ham, konsultantni o'ziga ham, uni ustida turganda ham va oxir sizga ham kelib hisoblanadi-da. Shuning uchun ko'pincha savol berishadi, nechta odam chaqiray deb. Nechta emas, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha ball ko'payaveradi. Ball ko'paygan sari sizda prosentni urovingiz ko'payib, sizga объемный skidka oyligingiz ko'payaveradi qizlar.